Hammaga salom. Bu o'sha hamma kutgan anti-hater. Bu birinchi ko'rsatuv bo'lgani uchun kamchiliklariga ko'z yumib o'tib ketasizlar degan umiddaman. Keyingilari yana ham qiziq bo'ladi agarda like, podpiska, kommentariy bilan qo'llab-quvvatlasanglar. Bugun sizlarga haterlarni emas, aksincha hirsini boshqara olmaydiganlar bilan tanishtirib o'taman. Agarda bu videoyimizdan keyin haterlar yoki hirsini boshqara olmaydiganlar ozginaga bo'lsa ham kamaysa, biz maqsadimizga erishgan bo'lamiz. Yaqin kelib qoldi, cho'ta o'yinim sezyapti. Ana, bu yerda senzura ishlatilgani sababli nima yozilganini aytolmayman. Xo'sh, kimliklarni ko'ramiz. Ortiqcha izohga hojat yo'q menimcha. Xo'sh, qidirishda davom etamiz. Menimcha Zarina Nizomiddinovaning qulog'i yomon qiziyotgan bo'lsa kerak. Oppa. Bu ham senzura. Shunaqa ushalmaydigan orzu qiladiganlar ham bor oramizda, yo'q emas. Nima ham derdi? Hammaning o'ziga yarasha orzusi bor. Oppa, lekin buni sochib tushdi. Kimdirlar ota-onasini hajga borishni orzu qilsa, kimdirlar oyoq yalashni orzu qilar ekan. Endi lentaga o'tamiz. Mana ko'rib turganingizdek, lentaga qo'yilgan rasmlar bilan kommentariyaga yozilgan so'zlar bir-biriga umuman zid. Mayli, isqirt orzular amalga oshsin deb qolamiz, biz davom etamiz. Mana kelyapti. Mana, vobshe malades bolalardan yana bittasi. Hozir sizga fantaziyasi keng bo'lgan yosh iqtidorlardan birini ko'rsatamiz. Suti mazasi og'zidan ketmagan bola qazzini kuchini ko'rsatmoqchi. Menimcha bu bola Zarina Nizomiddinovaning o'g'li bilan teng bo'lsa kerak. Mo'ykachi bolalar yashayotdi ekan. Hozir ko'ramiz. Oppa, menimcha bu bola faqat qo'lga emas, tilga ham ishlasa kerak. Bilasizlarmi, har gal shunaqa kommentariyachilarni ko'rganimda bitta ma'ruza esimga tushib ketadi. Hozir ish qiladigan kam maslahat ko'p. Mana ayniqsa kommentariyachilar shunaqa maslahat zo'rini berishadi. Bu bino qilish kerak edi, bu bino qil. Voy, barakat, sen o'zing sahnaga chiqib qani? Lekin Alloh seni ko'rmayaptimi? Sen so'kinayotganingni, birovga dag'dag'a qilayotganingni. Qo'rqoqlik aslida bu, pastkashlik aslida bu. Musulmonmi u odam? Musulmon emas. U og'ir, u yozilib qolyapti. Men hozir sizlarga dengizdan tomchini ko'rsatdim. Birinchi bo'lib Zarina Nizomiddinovaning profilidan boshlaganimga Zarinani yonini ovatdi deb o'ylamanglar.